xalqimiz bu tarixda misli ko'rilmagan azob uqubatga kirgan bo'lsa, lekin chet eldagi va vatan ichi teshidagi dunyoning hamma yeridagi xalqimiz shunda uyg'ondi, shunda birlashdi. Hammasi 7 yoshdan 70 yoshgacha ish qilganlar oldiga chiqib amaliy harakat qildi. Ish qilmaganlar biz nima qilsak bo'ladi degan ideyaga keldi. Qat'iy harakat qilishimiz kerak degan ideyaga keldi. Hamma xalq birlashishimiz kerak, ittifoqlashishimiz kerak. Birlikda Xitoy tajovuzchilaridan ona vatanimizni qutuldirib, davlatimizni astiga akilishimiz kerak va aşı lagerni taqitib qarindoshlarimizni bag'rimizga elishimiz kerak degan niyatga har bir Uyg'ur, har bir Sharqiy Turkistonlik, mayli qozoq, mayli qirg'iz, mayli o'zbek, har bir mush azobga duchor bo'lganlarning hammasi keldi. Hammening xalqim bo'libmi